har bir narsaning o'z tarixi bo'ladi. Masalan, televizorning kashf qilishi yoki kompyuterlar yoki telefon yoki bo'lmasa qo'limizdagi kitob, daftar, ruchka hammasi ham qaysidir yilda qachondir kashf qilingan bo'ladi. Ana shu narsalarni o'z tarixi bo'lgani uchun ham biz tarix fanidan o'rganamiz. Tarix bu arabcha so'z bo'lib, o'tmish haqida hikoya degan ma'noni bildiradi. Siz bilan hozirgi gaplashib turgan vaqtimiz ham, darsimiz o'tayotgan mavzular ham bir kun kelib tarixga aylanadi. Ya'ni siz qachondir eslaysiz, aytasiz, mana shu vaqtda shu kishi bilan biz tarix haqida gaplashgandik deb xotirangizda qoladi. Biz ham, siz ham va o'tmishdagi voqealar ham asosan tarix bilan chambarchas bog'liq holda o'rganiladi. Demak, tarixni birinchi o'rgangan olim deb aytsak ham bo'ladi. Tarix otasi sifatida biz Gerodotni e'tirof etamiz. Ya'ni tarixning otasi Gerodot hisoblanadi. Bilamizki, Gerodot yunonlik olim. U ko'pgina kitoblar yozgan. Asosan tarixga bag'ishlangan asarlarni yozgani uchun ham uning ko'p tomli kitoblarini hisobga olib, tarixning otasi sifatida e'tirof etishadi. Tarixni o'rganishda biz manbalarga murojaat qilamiz. Manbalar ikki xil bo'ladi. Ya'ni moddiy manbalar va yozma manbalarga bo'linadi. Moddiy manbalarga qadimiy uylar, qurollar, idish-tovoqlar, siz qo'lingiz bilan ushlaydigan narsalar ham moddiy manbalar. Tarixdan sopol idish buyumlar, ko'za, xumcha va shu kabi narsalar bu moddiy manbalar hisoblanadi. Yozma manbalarga esa qadimgi kitoblar va yozuvlar kiradi. Qoya toshdagi yozuvlar ham aynan yozma manbalar hisoblanadi. Bilamizki, biz O'zbekiston Respublikasida yashaymiz. Bizning vatanimiz mana shu zamin. O'zbekiston qadimda bir necha nomlar bilan ataladi, lekin hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi deb ataladi va O'zbekiston Respublikamizning poytaxti Toshkent hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat, mustaqil suveren demokratik davlat. Bu davlat tarkibida 12 ta viloyat va bitta Qoraqalpog'iston Respublikasi mavjud. O'zbekiston tarixini o'rganishda eng qadimgi kitoblardan biri esa Avesta kitoblar hisoblanadi. Endi esa bugungi mavzuni tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi mavzu yuzasidan savollar beramiz. Siz 10 sekund ichida javob berishingiz bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi savol: tarix so'zi qaysi tildan olingan va qaysi tildan olingan? To'g'ri javob arab tilidan olingan. Ikkinchi savol: tarix so'zi qanday ma'noni anglatadi? Javob o'tmish haqida hikoya degan ma'noni bildiradi. Uchinchi savol: tarix fanining otasi kim? Javob Gerodot. To'rtinchi savol: tarixiy manbalar necha xil bo'ladi? Javob 2 xil, ya'ni moddiy va yozma manbalarga bo'linadi. 5-savol: moddiy manbalarga nimalar kiradi? Javob: qadimiy uylar, qurollar, idish-tovoqlar. 6-savol: yozma manbalarga nimalar kiradi? Kitoblar va yozuvlar yozma manbalarga kiradi. 7-savol: bizning vatanimiz qaysi davlat?
Albatta, O'zbekiston Respublikasi. 8-savol. O'zbekistonning poytaxti qaysi shahar? Javob: Toshkent shahri. 9-savol. O'zbekistonda nechta viloyat va nechta respublika bor? Javob: 12 ta viloyat va bitta respublika mavjud. 10-savol. O'zbekiston tarixidagi eng qadimgi kitoblardan biri qaysi? Javob: Avesta kitobi. Avesta kitobi O'zbekiston tarixini yorituvchi eng qadimgi manbalardan biri hisoblanadi.